Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bugun sizlar bilan sotsiologiya darsining 4-mavzusini video dars shaklida o'tamiz. Bugungi mavzumiz sotsial guruhlar va sotsial institutlar deb ataladi. O'zbekiston sotsiologiyasida, umuman O'zbekiston jamoatchiligida sotsiologiya tushunchasi ikki xil ta'lim qilinadi, ya'ni ikki xil iborada ishlatiladi. Bularning birinchisi sotsial degan ma'noda, ya'ni sotsial deganimiz bu butun dunyoga taalluqli, ya'ni tushunchali bo'ladigan ijtimoiy jarayonlar. Ikkinchisi esa ijtimoiy deb ham atashimiz mumkin. Ijtimoiy deb ataganimizda bu bizning o'zimizga xos sohalarga borib yo'nalib qoladi. Nima uchun biz sotsial deb ataymiz? Chunki dunyoda ijtimoiy muammolar bizda boshqacha bo'lsa, qolgan joylarda umuman boshqacha shaklga ega bo'lishi mumkin. Shu omildan biz sotsiologiya va ijtimoiylashish, ya'ni ijtimoiy degan tushunchalarni turlicha klassifikatsiya qilib o'tamiz. Bugungi rejalarimiz sotsial guruhlar tushunchasi, ikkinchisi sotsiologiya va sotsial institut tushunchasi, sotsial institut turlari, uchinchisi oila va nikoh, to'rtinchisi mehnat bozori, bandlik va ishsizlik, beshinchisi din, sotsial-madaniy institut sifatida. Marhamat, boshlaymiz. Bilamizki, sotsial birlikning asosiy shakli sotsial guruhlar hisoblanadi. Sotsial guruhlar o'zi nima? Sotsial guruhlar bu ijtimoiy mavqedan kelib chiqqan holda birikadigan, ya'ni insonlar yoki tashkilotlar dagi faoliyat qiluvchi xodimlar, ya'ni shaxslar birikmasidan kelib chiqadi. Sotsial guruhlarni biz turlarga bo'lamiz. Ya'ni bular kichik guruhlar, katta guruhlar, ixtiyoriy birikkanlar, ixtiyorsiz birikkanlar, referent guruhlarga bo'linadi. Bularning asosiy omili, ya'ni guruhlar qanday, nima vajdan tashkil topadi degan savolga quyidagicha izoh berib o'tamiz. Birinchi, biz majburiy sotsial guruhlarga jamlanamiz, ya'ni majburiymiz asosan ixtiyoriy deb ham o'tish mumkin, lekin bunda biz ko'proq umumiy shakliga ega bo'lgan xarakterni ko'rishimiz mumkin. Ular oila, maktab, ishlab chiqarish, sport komandasi, do'stlar va hokazo. Bularning birikishdan asosiy maqsad o'zlarining asosiy yagona maqsadi. Bilamizki, jamiyat a'zolari jamiyatni tashkil etishdan oldin ularda ijtimoiy mavqedan tashqari ijtimoiy birlik muammosi ham, ya'ni birlik manfaatlari ham bo'ladi. Ma'lum bir manfaat yig'ilganlarni esa biz sotsial, ya'ni jamiyatning a'zolari deb ataymiz. Bular guruhlar ikkiga bo'linadi, ya'ni majburiy guruhlardan tashqari tashkil topgan guruhlarni biz 45-50 gacha bo'lgan guruhlarni kichik guruhlar deb ataymiz. Undan katta, ya'ni minglab a'zolarga ega bo'lgan guruhlarni katta guruhlar deb ataymiz. Kichik guruhlarning asosiy shakli va xarakteri shunday iboratki, ular o'zining kichik guruhli ishlari yoki o'zlarining kichik maqsadlaridan kelib chiqqan holda guruhni tashkil etadi. Katta guruhlarga esa biz hattoki olomon sotsiologiyasini ham kiritishimiz mumkin. Ya'ni katta guruhlar ular markazlashgan bo'ladi va ularning asosiy xarakteri bilvosita munosabatlarga, video konferensiya, Zoom orqali uchrashish, telefondagi munosabatlar yoki sayt orqali birlashishlar bo'ladi. Referent guruhlar atamasi sotsiologiyadagi eng murakkab guruhlardan biri. Referent guruhlar shunday narsaki, ya'ni ularning inglizcha mansub bo'lish degan ma'noni anglatadi. Iqtisodiy, siyosiy, madaniy, kasbiy jihatdan tashkil topgan guruhlarga ishlatadi. Referent guruhlarning mavjud bo'lishi uchun asosan 4 ta shart kerak bo'ladi. Bularning birinchisi individ xatti-harakati uchun namuna, e'tibor yoki mezonli xizmat qiladigan guruhlar referent guruhlar deb ataladi. Ikkinchisi, individ o'z harakatini shu guruhga yo'naltirgan guruh. Ya'ni buni kichik do'stlar guruhi, choyxonachilar guruhi, masalan, talabalarning ma'lum bir sonli guruhi yoki yig'ilib bir futbolga boradigan do'stlar yoki bir mahalladagi yigitlar guruhini ham referent guruhlar deb atash mumkin. Keyingisi individ o'zi, individ a'zo bo'lishga intiladigan guruh. Biz hammamiz orzumuzdagi guruhlar bo'ladi, amalimizdagi guruhlar yoki biz o'zimiz ichida bo'lgan guruhlarga bo'lishimiz mumkin. Bu guruh, ya'ni individ a'zo bo'lishga intiladigan guruh deb qaysilarni aytamiz? Masalan, katta futbol komandasiga qo'shilishni istayotgan quyi liga vakillari, futbolchilar guruhi. Yoki bo'lmasa shunga o'xshash, ya'ni ijtimoiy mavqeni oshirishga qaratilgan guruhga intilish ham referent guruhning bir misoli. A'zolarning qadriyat va fikrlari bevosita shu guruh a'zosi bo'lmagan kishi uchun o'zi yoqmas taqqoslash o'lchovi, sotsial o'lchov doirasida sifatida xizmat qiladigan guruh. Shu narsa qilibki, sotsiologiyada ijtimoiy guruhlar yoki tabaqalarga bo'linish bu jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy jarayonlaridan kelib chiqqan holda amalga oshadi. Bunda insonlar va jamiyatdagi asosiy qadriyatlar tizimi muhim rol bo'lib xizmat qiladi.